وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. İslam dini er-ayal o'ttirisilik munosabatga qanday qaraydi? Mazkur munosabat qanday qilganda haq huquq va mas'uliyat ustiga ta'sis qilindi? Erning ustiga ayol uchun sarf qilishi vojib bo'lgan nafaqalar nimalardan iborat? Nima uchun er kishining oilasi uchun sarf qilgan pul mili eng afzal mol deyiladi? Alloh taolo Qur'oni Karimda ular bilan chiroyliqcha uy tutinglar deb bayon qilgan. Ya'ni bu oyatninki mazmuni nima ma'noni ifodalaydi? Bu program jarayonida yuqoridagi savollarni Qur'on va sunnat nur ostida yoritib berishga tirishimiz. Bu suhbatimizda kishilik turmushda ijtimoiy aloqa, haq huquq ve mas'uliyat, shaxs ve cemiyet arasındaki kişilik münasebet, İslami prinsip yol yoruqi bilen tertiplendiğen bolğaçqa, bugünkü söhbetimizde cemiyetin asası bolğan aileden, yani İslam dini er-ayal arasındaki münasebette qandaq tertiplengenligini çıkış kılgan asasda sözümüzde ayallarının erleri üstüdeki haq huquq ve mas'uliyetleri hakkında başlayımız. Bugünkü bu söhbette Allah'ın muvaffaqiyat qilishi bilen men Nizamiddin Temkini Ustaz Muhammed Ali bilen ikimiz bir araya keldik. Hürmetlik kırındaşlar, ondaqda bugünkü söhbetimizin temisi ayallarının erleri üstüdeki hakları degan temada to'xtalamiz. Hürmetlik ustaz, bugünkü söhbetimizdeki mehmini bo'lishibdingiz bilen sizni qarshi olamiz. Hürmetlik kırındaşlar, bu münasebet bilen Hemmalarga Allah'ın salamını, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah bilen başlayımız. İnsan hayatında er-ayallık münasebet, ömürlük ve ehemmiyetli bolğanlık için mavzuga kirishdan burun bu münasebet doğrusida qisqacha to'xtalib o'tsak deyman. Undaqda biz İslamda haq huquq ve mas'uliyat prinsiplarini qanday barpo qilganlik to'g'risida qisqacha to'xtalib o'tsak, qani, marhamat ustoz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala amma ba'du. Bu yerda bir inchki muhim nuqtadan birisi var. O o'zimi musulmonlar dunyosidagi eng muqaddas aloqa, muqaddas munosabat oila munosabati. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo Sura Nisoning 21-oyatida Estaizu billah ve kayfa ta'khudunahu وَقَدْ أَفْتَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. Er-ayal oturdaki münasebetini bu ayette qattiq münasebet. Yani adatda normal galiz degan ibora bir narsaning haddidan oshgan bir darajasini ifodalaydi. Nimishqa Qur'on er-ayal oturdaki münasebetni bu darajada qattiq münasebet yoki mustahkam bir aloqa degan ifodalar qo'llanadi desa, chunki er-ayallık münasebet, meyli şahs olsun, ya ki bir cemiyet olsun, bunun kelgisini belgileydiğen bir münasebet. Mesela deyli, bir kişi toy kıldı, Allah bununla evlat verdi. Eğer er-ayal münasebeti bozulsa, ailedeki bir munca balalar cemiyette, yetim halette koçağa çıkadı. Bunda digellik, bu bir aile bozuldu, la digellik olmazdı. Cemiyetinin kelgüsü hem bozuldu deganlik oldu. Çünkü ailedeki balalar bizden kelgüsümüz, cemiyetinin kelgüsü hesabında. Şu noktadan biz er-ayal oturduk münasebetini İslam'daki en mukaddes münasebet deyişimizden sebebi. Tabii ki bu münasebet en mukaddes münasebet olurken İslam bununla şartlarını koygan bu münasebet için. Bu münasebette nurgun mesuliyet ve hukuklarını belgilegen. Allah'ın ki bunu belgen körsetmesinde bunu kıl, onu kılma deydiğen bir talimatlar oldu bu münasebetki qarta. Şonlaşqa Peygamber aleyhissalatu vesselam
Allah subhanahu va taoloninki Qur'oni Karimdagi shu er ayol munosabatlarini ifodalagan ifodalariga ko'ra hayotida oila qurilishiga, oila munosabatini mustahkamlashga intayin ko'ngil bo'lgan. Masalan, Qur'oni Karimda Alloh o'zininki barliqiga ifodasi shaklda va min ayatihi degan bir iborani qo'llanadi. Buni ham o'ylan bilamiz. Masalan, va min ayatihil layl wan nahar wash-shams wal qamar. Masalan, büyük çoğ Allah'ın barlıq birlikini ifadelaydigan alametliga ve min ayatihi degan ifade qo'llanilgandan başqa bu ifade yana er ayol o'tirdagi munosabatga qo'llanadi. Nima deydi? Sura Rumning 21-oyatida ve min ayatihi an xalaqa lakum min anfusikum azwaja. Yani er ayol munosabatini mu Allah subhanahu va taolo Allah'ın barlıq birlikini ifadelaydigan kishilar bir o'yinni paqishga tegishlik bir munosabat sifatida Qur'onda ifodalaydi. Yani bu er ayol munosabati bir ilohiy loyiha. Bizning ijtimoiy jamiyatimizdagi ilohiy loyiha. Er ayol o'tiridagi munosabatning asosi bo'lsa, er ayol o'tiridagi mehri nima? Muhabbat. Er ayol o'tiridagi mehri muhabbat. Bu hisobda yeni bir ifodalasak ilohiy plan. Bu dünyanın kelgüsü için, kişilerin davamlıq neslinin üzülüp kalmasılık için, cemiyetninki normal tertibini saklaş için ilahi bir plan. Yani er ayol oturdu ki sağlamlık, manaj qıtqa vaqtda münasebetinin sağlamlığı. Hem de bunda oğayken tabii ki insanın yaratılma kurulması, psikologiyalik yoki boshqa nuqtasini aytgan vaqtda bir qism masalalar yuz beradi. Masalan, er ayol oturdu ki bazı kelishmasliklar, bazı avarçılıklar mesela, bazı qarama-qarşılıklar yüz berdi. Bu bir kesel, xuddi insonning badanida paydo bo'lgan kasalga o'xshash bir kasal hisoblanib, buni hal qilish kerak, yani davolash kerak. Payg'ambar alayhisolatu vasallam yani bizga bo'lgan kuyinishi, mehribonligi nuqtasidan Allah subhanahu va taolo nima deb ifodaladi Rasulullahni? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Yani Rasulullahni bizga, yani o'zining ummatiga nisbatan intayin kuyimchan, bizning ishlarimizga kuyinadi, bizni suyudi. Bu şekilde keldi. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ның bu xil şekilde əvətilişi, Allah'ın bizga bo'lgan ko'ngil bilishi, Allah'ın bizni yaxshi ko'rishi, bizga yaxshilik iroda qilishi amaliyotda. Shunga boshqa Peygamber aleyhissalatu vesselam nurg'un ko'rsatmalarni bizga bergan. Bu ko'rsatmalarning asosi nima asosda bo'lgan desa, musulmonlarning har bir oilasida, har bir oilada baxt, saodat shakllansin degan nuqtadan Rasululloh erning ayol ustidagi haq-huquqlarga munosabatlik, erning ayol ustidagi haq-huquqlarga munosabatlik, bu aloqani normal saqlab qolishning asosini yaratadigan nurg'un shartlarni Payg'ambar alayhissalom o'tirg'a qo'ygan. Yani bu noktadan bugünkü sohbetimizden asas ettiğimizde biz bu noktadan başlayışımızdan sebebi çünkü bu bir er ayolning bir aile kuruş meselesi emas, belki kelgüsü yaratış meselesi. Biz bununla sohbetimizden ahırısıdımı devam kılımız ama er ayol oturduk münasebetine düşünüşte muşta çönsek buludu. O zaman biz yukarıda bayan kılıngan mukaddimege asasen sözümüzde ayollarının hakkırları to'g'risida başlasak, bundaqda fiqhshunos olimlar nafaqa haqqi deb atagan ayollarninki birinchi haqqi bo'lgan bu mavzu haqida boshlashni to'g'ri ko'rdim. Allah subhanahu va taolo Qur'oni Karimda A'udhu billahi minash-shaytonir-rajim liyunfiq zu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu-Allah. Yani bu oyatning umum mazmunida har odam o'zininki iqtisodiy ahvoliga, iqtisodiy sharoitiga ko'ra o'zininki boyligiga yarasha ahli ayollari va farzandlariga xarajat qilib berishini tavsiya qilish bilan birga, ya'ni mundaqchilab bilsak, rizqi kang odam u o'yincha, rizqi tar odam u o'yincha o'zininki ahvoliga qarata ahli ayollarga xarajat qilib berishni bayon qilingan oyat va shunga o'xshash Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bir hadisida ayollarning erlari ustidagi haqlari yemek içmek ve kiyim kechak qatorliq turmush zarur bo'lgan ehtiyojlarni o'z ahvoliga ko'ra sarf qilishga buyuradiganligi hammamizga ma'lum. Yuqorida bayon qilingan oyat va hadislar, ya'ni undan boshqa oyat va hadislar bor.
Yuqoridagi oyat va hadisninki ro'yga asosan biz birinchi haq bo'lgan nafaqa haqlarining o'lchami nimalardan iborat va uni kishilik turmushda qanday tatbiq qilishimiz mumkin? Ayolning chiqimlarini, xarajatlarini hal qilish erning ustidagi birinchi mas'uliyat. Yani ulamalar bu haqda mayli ayol kishining kiyim-kechak, yemek-içmek yoki boshqa chiqimlarida o'rta hal yo'l tutishni tavsiya qiladi. Chunki sura Isroning 29-oyatida Alloh subhanahu va taolo iqtisod sarf qilishning prinsipini bizga bayon qilib, "Va la taj'al yadaka maghlulatan ila 'unqik va la tabsutha kullal bast." Yani bak qulağını yığıvanma ve pütüleyme qanaqvatma. Bu hem de ameliyatda hamma sohaga qaratilgan bir prinsip. Ama biz bugün so'zlayotgan temaga qaratamiz, mushu prinsip maskiladi. Yani oilaga chiqim qilishda biz bayatdikki, mas'uliyat erning ustida. Yani ayolning bütün chiqimlarini, oilaning chiqimlarini hal qilish, xarajat qilish erning ustida. Ama bu o'rta hal, normal şekilde bo'lishi kerak. Endi bu yerda bayatdan siz o'qigan hadisda Payg'ambar alayhisolamdan kelgan, ya'ni ayolning er ustidagi haqqi nima deb so'ralgan savol haqida, sen uni yemek-içmek, kiyim-kechakini qana qilishing, berishing kerak degan ifodada sen o'zing yavatgan, o'zing kiyayotgan degan bir ifoda bor. Bu bizga nimani ifodalaydi desa, ayolini rozi qilish uchun, yani haddini oshgan bir talablar bo'lib qolgan taqdirda, onun her adamның maddi talebi o'xshamaydi. Ba'zilar qanoatchan keladi, ba'zilar qanoatsiz keladi, o'zining normal maddi talebidan oshgan talablarni o'tirib qo'ydi. Kishi shu ayol kishining haddini eshib ketgan talabini qondirish uchun normal yo'lsizlik, normal yo'ldan chiqib, yo'lsizlik ishlar bilan shug'ullanish, qonunsiz ishlar bilan shug'ullanish, Allohni norozi qiladigan bir ahvol bor. Hadisda ayol kishining eri ustidagi haqqi nima degan savolga berilgan javobda dal shu nuqtaga ishorat qilgan shaklda berilgan javob. Ya'ni kishi o'zining iqtidori yetadigan doirada. Yani bunu biz o'rta hal deb tushunsak bo'ladi. Endi kishining kerimi munchilik doirada, ayol kishining talabi munchilik doirada bo'lib qolsa, buni qondirish uchun yo'lsiz boshqalarning haqqiga tajovuz qiladigan ishlar bilan shug'ullansa bo'lmaydi. Ya'ni kishi o'zininki imkoniyat doirasida, mas'uliyatsizlik qilmagan shaklda, o'rinlik qilmagan shaklda ayol kishining butun chiqimlarini qamdishi, ustiga elishi kerak. Sahoba ayollarningki bunda bir tavsiyasi var. Yeri öydün ayrılıştan ilgiri sahabe ayollar eriga mana tavsiya qiladi. Allohdan qo'rqin. Biz ochliqqa chidaymiz, ammo haromga chidamaymiz. Bu xil tavsiya bizning ayollarimizmi o'rganishga tegishli tavsiya. Yuqoriki ben bayan qilgan kiyim-kechak va nafaqa, yemek-içmek va kiyim-kechak berish erning ustiga vacib bo'lgan to'g'risida bayon qilingan hadisning oxirida Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ya'ni yataq uydan boshqa uyga to'shak ayirmaslik to'g'risida bir iboratlar zikr qilindi. O'z navbatida bu vaqtda ozroq to'xtalib o'tsak bu hadisda nima demoqchi endi? Ya'ni bu noktada ayol kishi eriga yordam qilish kerak. Yani birisi kelib, ben ayolimni deb, ayolim uchun men maishni qilaman, ayolimni deb ishni qilaman, bolarimni deb maishni qilaman, rozi qilmasam bo'lmaydi. Ular uchun har ishni qilaman desa, biz unga deymizki, yo'q deymiz. Biz suhbatimizning oldida o'qigan Payg'ambar alayhisolamning hadisi buning ishorat qiladi. Ya'ni ayol kishining iqtisodiy jihatdagi chiqimlarini qandash, er kishining imkoniyat doirasida bo'ladi. Mayli yemek-içmek, mayli kiyim-kechak jihatda. Qanaqdir ayol kishini rozi qilish uchun jinoyat, ma'siyat, gunoh ishlarga qadam olishni shariat kishiga taklif qilmaydi. Ya'ni erlarninki ahli ayollarga pul mol sarf qilishi, kunlik turmushiga aloqador bo'lgan butun nafaqalarni hazırlab berish to'g'risida kelgan ba'zi, ya'ni bir Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ba'zi hadislari bor. Buni biz zikr qilib o'tsak, masalan Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ahli ayollarning ehtiyojiga sarf qilgan pul bilan ajrda eng buyukdir deydi bir hadisda.
Yana bir hadisda Alloh yo'lida qilingan chiqim, qulozat qilish uchun qilingan chiqim, miskinga berilgan sadaqa, ahli ayollarga qilingan chiqim qatorliqlar ichida ajrda ahli ayollarga sarf qilingan pul mol eng afzal moldir deyilgan hadisim bor. Nima uchun insonning ahli ayollarga sarf qilgan xirojda eng afzal va ajri buyuk mol deyiladi? Endi bu yerdagi savolga nisbatan boshqalarning agar sen yordam qilishni xohlasang, sen yordam qilasan normalda. Ve başka kişiler olurdu. Mesela biz hazır yardım qilish doirasidagi eng afzal doiraning gapini qilyapmiz. Mesela ailega sarf qiladigan, sirtqi sarf qiladigan o'xshash ikki yo'lning ichida qaysi afzal desa, ailega sarf qilgan afzal deymiz. Nimishqa? Chunki oilaning sirtidagi kishilarningki senden başka yeni kimseler var. Başka kişiler olurdu. Sen yardım qilsa, yana birisi yardım qil. Ama senin aileningki senden başka bir kişisi yok. Bu noktadan senin ailenin birden-bir yalğız mesuliyet egisi sen. O noktadan özünün mesuliyet dairesini, yani egizcaqsiz mandaqça etqan vaqtda onunğa chiqim qiladigan birasi yo'q tarafni oldi bilan bir taraf qilish, onun ehtiyojini qamdash, bu eng afzal hisoblanadi. Yani hadislarda ifodalangandek ayolingning egizligiga bir tal narsani selishing, bir qo'shiq yemeklikni selishing, masalan, bu bilan o'zi sadaqat, yani yaxshilik degan ifodalaydi. Yani bu subhanalloh, yani demak hadisdagi ayolingninki ağzıga bir yutum bir qo'shiq tutib suv ichkizib qo'ysam sadaqa bo'ldi demakchi, yani savob bo'ldi demakchi. Bu nokta bir nuqul bir narsa yegizish ifodasi emas. Yani bu er ayol o'tirdiki muhabbat ifodasi, sevgi ifodasi. Bu arqılık, bu muhabbet, bu sevgi texmi çıngıydı. Bunun nima ta'siri var degan vaqtda biz hazır cemiyet qurilish haqida gapirdik. Çünkü biz aile münasebetini biz nima deb tushundik hisobda, cemiyetning kelgusi deb tushundik. Sen bilan ayolingning munosabati chingib, o'tirda mehr muhabbet şekillendi degan gap, o ailedagi bolalar undan xushal bo'ldi degan gap. Yani er ayol o'tirdagi muhabbet ailedagi bolalarga yetkildi ameliyatda. Bolalarga qilgan bir so'g'imiz bo'ldi bu. Masalan, ayoli erininki japa tatib, ishlab, ailega chiqim qotqanlarini biladi, ko'radi. Bundan suyunadi. O'tirdi mehr muhabbet paydo bo'ladi. Bolalari dadasininki ailega japa tatib, ishlab, sarf qilayotganligini ko'radi ve anası bilan dadasining o'tirdagi mehr muhabbetni ko'radi. Bolalarning o'tirida, yani qalbida mehr muhabbet tuyg'usi bilan tirishchanlik tuyg'usi, başkalar için bir qurbonlik berish tuyg'usi tang yetiladigan gap. Bu noktadan ailesiga qilgan har qanday bir xirojat, hatto eg'iziga sap qo'ygan bir luqma tamoq qadar Allohning nazarida eng afzal nim bo'lishi, chiqim hisoblanishining sababi yana bu. Endi Allah subhanahu wa ta'ala'nın ki şu er ayalını bir öge ekilip ikisine mani eri, mani ayali oturdun balala meydana ekildi degen şekilde urullaştırılışı Allah subhanahu wa ta'ala'ya yakınlaşıdığan yaxşı amel kılış purust ve geldik ameliyatı bizge. Bu meyle erge nispeten ya ki nemege nispeten ayalga nispeten olsun. Yani sen ailenden çıkmayı turuplan. Üzerinin dairesinden halkımıga asasta yaxşılık yollarını tepip algan bolsan. Çünkü ayalın sen üçün bir yaxşılık kılış yolu, balaların sen üçün bir yaxşılık kılış yolu mesela. Bu şekilde düşünüş gerek. Yani aile normal bir adam ep tegiş plan ödüp kılgan bir narsa emas. Yani er ve ayal, er ulusubtu bilen ve özü üstüge algan mesuliyetler bilen, ayal ulusubtu bilen ve özü üstüdeki mesuliyetler bilen Allah subhanahu wa ta'ala'nın ki rızalık yetiştik ki birinci kadem, yani birinci yol, fırsat mandaqça etqan vaqtda. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin bir hadis isim kılvatıdı bu yerde. Mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin ki bergen kol, algan koldun üstün, nefika berişine ailenden başla. Degan bu hadis xuddi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu yuqorqi hadisda bizni ailega xarajat qilishga, yani bexillik qilmasdan o'z yo'li bilan o'zimizniki kunlik turmushimizga yetarlik topqinimizga ko'ra
ailemizga yaxshi bir turmush sharoit yaratib berishga buyurayotganda qilamiz bu hadisda nima? Albatta, bu savolga kelishning oldida ilgirki so'zimizning oxirida bu savolga munosabatlik bir tarafini davomlashtirsak, biz bayatdan oila amaliyotda yoki ayol kishi olsun bir Allohga yaqinlashishninki bir fursati dedik. Chunki inson oila qurgandan keyin shu oilasiga chiqim qilish, shu oilasininki iqtisodiy tarafini qamdash uchun o'tirg'a chiqadi. Masalan, 4 fasl almışdı bizde. Issiq oludu, suğaq oludu, orta hal ahvallar oludu, buran çıkıdı, yağmur yağıdı. Allah subhanahu ve ta'ala'nın muşu 4 faslini muş şekilde yaratışı. Şu hadiselerin hemen şu şekilde orunlaştırılışı, eminiyette insanın şu hadislerden faydalanıp iqtisodga erishish, rizq izlash, har xil kasblar bilan shug'ullanish uchun yaratib bergan bir fursat. Masalan, yomg'ir yoqqan vaqtda yomg'irdan foydalanib pul topadiganlar va issiq bo'lgan vaqtda issiqqa tayinib pul topadiganlar va so'g'aq bo'lgan vaqtida so'g'aqqa tayinib pul topadiganlar va shuning bilan Iroqdan qaraganimizda oila sababli qurilgan bu muqaddas aloqa bo'lgan oila sababli hamma kishi harakatga keladi. Her fasl, her hadise, her holatlarning hammasi qaynab tashqinliqqa to'ladi, jamiyat bir xil qiziqilliqqa uytidi. Yine shunga munosabatlik ayol kishi hatto eriga bergan bir yutum suduma ajr va degan bir hadis var. İmam Ahmedninki Rasulullohdan rivoyat qilgan. Demak, yuqorqi ahvol qargan vaqtda mayli Qur'oni Karimninki ayetler olsun, yoki hadis mazmunlari bo'lib qolsin, oilaninki dinimizning asosiy taraflaridan birisi ekanligi, er kishi bilan ayol kishining o'ttirisidagi aloqaning mehr, muhabbat ekanligi, amaliyotda oilaning jamiyatning kichik bir kartinasi ekanligi, oilaning munosabatining qanday bo'lishi, jamiyatning munosabatining shunday bo'lishini belgilaydiganligini ifodalaydi. Endi sizlar so'rgan savolga kelsak, yana shu bu umumiy nuqtadan aytilgan prinsip o'ziga olgan bir hadis Imom Buxoriy Abu Hurayradan rivoyat qilgan. Ya'ni yaxshilikning eng afzali, sadaqaning eng afzali eng yaxshi tarafidan qilingan sadaqa. Ustun qo'l, tuvan qo'ldan yaxshi. Demak, insonning asli izzati normal dunyoda davomli boshqalar uchun berishdi bo'ladi. Bu berish, bu qurbonlik berish, mayli nima bersang berish, mayli moddiy jihat, mayli ma'naviy jihatdan boshqalar uchun harakat qilish oiladan boshlanish kerak. Nimishqa takror davatimiz oila jamiyatninki, butun jamiyatninki g'ul asosi, jamiyatninki muhim halqasi. Ya'ni dinimizning umumiy ta'limotiga ko'ra din jamiyatimizda amillashidir. Deganimizdek jamiyatninki asosi oila. Ailenin asası ayol o'tirdiki nima munosabat. Shu ayol o'tirdiki munosabatni inchki hal qilish, noziklik bilan hal qilish, mehr muhabbatga aylantirish mohiyatda oxirisdagi eng oxirgi nuqta bo'lgan jamiyatninki o'rtaq birligiga, jamiyatninki mustahkam bir, yemirilmagan, ixtilof bo'lmagan, o'zaro adovat bo'lmagan, chechilib ketmagan bir jamiyatga aylanishninki tub muhim asosi. Ama biz aile munosabatini shunchalik ko'tarib, masalan, buning yaxshi tarafini elib, ta'riflayotgan vaqtimizda yana tavsiya qilganimiz, bayatni deb ketib qoldik. Cho'qim aile munosabatidagi chiqqan va boshqa talab hammasi normal bo'lishi kerak. O'qib o'tdik. Va la taj'al yadaka maghlulatan ila 'unqik va la tabsutha kullal bast. Ya'ni butunlay quyutishga bo'lmaydi, yig'ib olishga bo'lmaydi. Ya'ni ehtiyojga asosan normal yo'l tutish. Bu mayli tarafga qaratilgan yoki ayol tarafga qaratilgan bo'lsin, o'xshash bir talab. Hurmatli ustoz, Alloh rozi bo'lsin. Yuqorida biz erlarning ustiga ayollarga nafaqa berishning vojibligi to'g'risida to'xtalib o'tdik. Allah razı olsun. Endi biz, yani sizden bir sual sorsam, turmuşda qanoatsizlik tufayli erlerinin pul tepish uchun haram yo'llarni tanlashiga sababchi bo'layotgan ba'zi ayollarga nima deymiz endi? Amaliyotda bu ayol erini haddidan ziyoda chiqimga zo'lab, majburlab, erining yo'ldan chiqishiga sabab bo'layotgan bu ayol o'zini kutib turayotgan oqibatninki nima ekanligini tushunmaydi. Bu noktadan kelib chiqqan ahvol. Asli masalaga ayirib
sebep netice noktasını tahlil kılalasa, ayol kişi o derecede haddini aşmaydı. Yani biz de otur hal yol çıkım kılışta bu asli kaide. Ayetinin talebimiz şu. Hadisinin talebimiz şu. Peygamber aleyhissalatu vesselam mu Ayşe radiyallahu anhadan rivayet kılınan bir hadiste "A'zamun nisa'i bereketen eyseruhunna maune." Yani çıkımı az ayal, yani çıkımı yengil ayal bereketteydi. Nimişka? Çünkü er kişi özünün taqatidin aşkan bir çıkımgan, zorlangan vaqtida, mecburlangan vaqtida hemeden bilimiz er kişinin bir gururu var. Meyli ayalı aldıdı bolsun, yoki ballar aldıdı bolsun, ularni incitishni, ularni yegi qartishni asla xalamaydi. Şuna ularga bildirgen ve bildirmegen şekilde ularning ehtiyojini qamdash uchun ba'zi ishlarni qilishga majbur bo'ladi. Yani ba'zi yo'lsizliklar, qonunsizliklar, shariat chekilgan ishlarni qiladi. Neticede bunun neticesi tabii ki ailege yaxshilik kelmaydi. Ya bugün ya erta ya o turma kiradigan ahvollar bo'lib qoladi. Masalan deyli, jinoyatga bo'lib qoldigan ahvollar bo'ladi. Ballarning geliga haram lokma kirgizgan ahvollar bo'ladi. Bunun vabali şu ailege qaytadi. Agar şu ayol bu oqibatni bilsa, hergiz erininki kerimidin, erining taqatidan aşkan şekilde chiqimga majburlamaydi. Allah razı olsun. Yani bir sual sorsam, mesela bu şu nafaka alakadarlık sual. Mesela eğer ayollarınki mukim bir aylık maaşı bolsa, yani şu ayollarım ularınki erlerininki yani nafakasını qilib berishi vacip olamdı? Meyli ayolning iqtisodiy turmushi erninkidan qanchalik yuqorib ketsin. Mesela bugün günümüzde ayollar ishlaydi, ayollarning muqim maaşı var. Ama şeriatninki talebi, taqozosi ailening bütün chiqimlarini erining ustiga yuklaydi. Lekin ayol kishining iqtisodiy tarafda bir sal qo'li uzun, deganimizdek muqim maoshi var. İqtisodiy er kishinikidan ortiq bo'lib qolgan, er kishi qiynalib qolgan ahvol ostida ayol kishi o'zi rozi bo'lgan shaklda. Chunki oila mehr muhabbatla o'tadigan oila. Bir odam yana birisini yaxshi ko'rgan bo'lsa, o'zi yaxshi ko'rgan kishininki hargiz qiynalib qolishni yaxshi ko'rmaydi. Ya'ni ko'nglidan chiqarib erini iqtisodlarni ta'minlasa, bu ayol kishiga katta ajr bo'ladi. Chunki bizda do'q eng afzal sadaqat kimdan boshlangan? Yaqinlardan boshlangan sadaqat. Eng afzal Allah'ın nazarida afzal hisoblanadigan chiqim qilingan mal pul, yaqinlarga qilingan chiqim qilingan mal pul. Ayol kishiga nisbatan eng yaqin bo'lgan kishi kim hisoblanadi? Eri hisoblanadi. Lekin yana texma xulosalasak, masalani texma aydınlaştırib, ayol kishi qanchalik boyib ketsin, agar o'zi xohlamasa, ayol kishining ustiga oila chiqimlaridan hech nima majbur emas. Bütün oila chiqimlari erning ustiga keladi. Biz sözümüzde hala ayollarning erlar ustidagi haqlar to'g'risida to'xtalib o'tyapmiz. Nafaq to'g'risida to'xtalganimizdan keyin endi biz ikkinchi bo'lib shu ayollarning, bu shu ayollarning haqqi endi ayollarning yaxshi muomala qilinish haqqi, ya'ni ikkinchi haqqi. Ayollarningki yaxshi muomala qilinish haqqi. Alloh taolo Qur'oni Karimda "Va ashiruhunna bil ma'ruf فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا." Yani ayollar bilan chiroyliqcha uy tutish to'g'risida tavsiya qilingan bu oyatda, yani oxirida, yani ularni erlari yoqtirmasa, chiroyliqcha yoqtirmagan o ishning o'zida chiroyliq muomala qilishni, balki o ishning o'zida bir erlari yoqtirmagan ishda bir yaxshilikning borligini tavsiya qilib bayon qilingan bu oyatda buni chiqish qilib turib, biz qanday qilganda ayoli bilan chiroyliqcha hayot kechirgan bo'ladi. Yani qanday qilgan vaqtida ayoli bilan chiroyliqcha uy tutgan bo'ladi yani. Endi shu o'qilgan oyatdagi "Va ashiruhunna bil ma'ruf" oyatidagi ma'ruf degan so'z haqida ozroq to'xtalish to'g'ri keladi. Ayetni normal tercüme qilgan vaqtimizda chiroyliqcha uy tuting deb tercüme qilamiz. Ama Arab til nuqtasidan kirganimizda ma'ruf so'z degan asli insonning tabiatidagi normal ahvolni
ma'ruf deymiz. Yani insanın tabiati, insanın asli yaratılma karakteri var insanın. Yani insanın bu cemiyette, dünyada yaşaşı üçün programlandığı bir programımız deyimiz yeni tilden desek, insanın asli programımız ne? Biz ma'ruf deyimiz. Bir de ma'ruf bilen öğüt tutunla degeni nime o dese, asli programma eğer ayılığa iken mehir muhabbet oluş gerek. Yani ma'ruf bilen öğüt tutunla degeni, çıraylıkça öğüt tutunla degeni aranladığının bolsun mehir muhabbet bolsun degen gep. Yani mehir muhabbetini boğulduraş üçün meyli er kişi olsun, ayıl kişi tarafından olsun bununla küçüş gerek. Bu Allah tarafından kelgen umumu noktadan bir mesuliyet yani. Özara insaf bolsun degen gep yani. Ma'ruf degenimiz. Çünkü insanın asli karakter mahiyeti insaf kılış. Özara hemkarlık bolsun degen gep. İnsaf kılış, hemkarlaşış, birisi-birisiga yordam qilish, birisi-birisini yaxshi ko'rish, suyish, boshqaning o yeni qarash tarafning sevgisini qo'lga keltirish insonning asli tabiati, asli xarakteri. Buni da inson o'zining asli xarakteri bo'yicha turmushini normal davom qila oladi. Qur'on davom bizni aslatadi bir ishqa. Sura Rumning 30-oyatida fa'aqim wajhaka lid-din hanifa fitratallohi allati fataran-nasa 'alayha. Davomliq aslatadigan bir tarafi fitratalloh. Fitratalloh degan nima desa, insonning vujudidagi asli program. Insonda ba'zi bir tabiatlar bo'ladi hamda. Masalan, inson turib boshqalarni yomon gumon qilib qoladigan bo'ladi. Turib boshqalarni bosqisi keladi, boshqalarga zulm qilgisi keladi, o'zini boshqalar oldida cho'ng tutqisi keladi. Masalan, bularning hammasi insonning asli programmasi emas. İnsanın asli programmasi Allah subhanahu wa ta'ala bizga Qur'on yoki hadis orqali bayon qilingan shaklda insonning normal turmushining davom qilish kafolatli qiladigan bir holat. Dal oyatda deyotgani, sizlar shu bo'yicha qana qilinglar, yashang deyish kerak. Masalan, yana shu ma'ruf bilan yashanglar degan nuqtaga kelsak, buni tafsili izohlasak, muhabbatla yashang degan gap. Birisi-birisiga kunashla yashang degan gap, o'ytun degan gap. Birisi-birisiga insof qilishdan o'ytun degan gap. Arangda yuz bergan ba'zi poch-purat masalalarni o'tib yashang degan gap. Har kuni yangi bir sahifani ochib, yangi sahifa bilan yashang degan gap. Tunugun bir ish yuz berdi, bir hodisa yuz berdi, kallamizda bir xatolik qilib qoldi. O xatolik uzluksiz davom qildigan bo'lib qolsa, ya'ni bugun tunuga yuz bergan xatolikni aslisam, tuniga yuz bergan hodisini bugunga so'rab akasam, biz cho'ng masalaga tushamiz. Bu oila davom qilinmaydigan oila bo'ldi. Shunga bu yerdagi al-muashara bil ma'ruf, ya'ni go'zal chayliqcha uy tutinglar degani o'tirda go'zal aloqa bo'lsin. Chunki bu hayot sheriki, turmush davomlashishi kerak uni bilan, chunki kunda almashtirib tug'ilmaydi. Er kishiga nisbatan shu, ayol kishiga nisbatan shu. Agar bu yerda inchki hisobot qilaman desam, bu davomlashmaydi. Shunga Allah'ın bizga bergan oyatdagi ta'limotimiz shu. Qarindoshlarimizga bugungi programmamizda tavsiya qilganimiz shu: al-muashara bil ma'ruf, fa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ya'ni shayliqcha uy tutish kerak. Yani yuqorida degandek mehr muhabbat bilan o'zaro hisobni inchki qilishmaslik bilan, masalan, mush shaklda uy tutamiz. Masalan, yani shu taxmin izohlasak, Allah subhanahu wa ta'ala ayollarni o'ziga xos bir tabiatlar yaratgan. Ayollarga mos qiladigan bir ishlar bo'ladi bir oilada. Erlarni o'ziga xos tabiatlar yaratgan. Erga xos bir ishlar bo'ladi oilada. Har odam, ya'ni mayli er olsun, ayol olsun, o'zining tabiatiga yarasha, oiladagi o'zining vazifasini tunaganda. Masalan, ayol kishi bolalarini tarbiyalash, bolalarga mehr ko'rsatish, masalan, aileni retlash, erining xizmatini qilish degandek ishlarini joyida qilsa, bu ma'ruf bo'ladi. Kishi sirtning ishlarini, ig'ir ishlarini, ailening ig'ir yukini ustiga qo'qmasdan, mas'uliyatlilikdan ola olsa, ailesini qanaqvatmasa, tashlavatmasa, och-yalang'och qo'yib qo'ymasa, masalan, mas'uliyatsizlik bilan ailening iqtisodini sirtqa buzib chachmaganida, bu kishi o'ziga yuklangan mas'uliyatni ado qilgan bo'ladi. Ya'ni, bu ikki taraf ayol o'zining tabiatiga mos ustiga yuklangan mas'uliyatni ado qilganida,
er özüge xas, özünün təbiətinə xas münasib qıladigan məsuliyyətini ada qılğanda bu yerdə bir qananlı oturuq meydana çıxıdı. Güzel bir halət oturuq çıxıdı. Dəl ayətdəki ma'ruf bilə yaşanıldıqdan ki, ma'ruf dəl şu ayətdəki. Allah razı olsun. O zaman bugünkü sohbetimizni müşahede ahırlaştırımız Ustaz Muhammed Ali. Allah razı olsun sizden. Allah'ın razı olsun. Hürmetlik kırındaşlar, bugünkü sohbetimizni müşahede ahırlaştırımız. Kilaqdimki sohbetni görüşkünçe aman bulunlar. Bu münasebet bilen Ustaz Muhammed Ali'ge Allah Ta'aladan dünya ve ahiret yaxşılık dileymen. Bu programın görgücü barlıq qırındaşlarga çeksiz rahmetimni bildirimen ve şundaqla Allah Ta'aladan barlıq vatan içi ve sırtida yaşayatqan ayal qırındaşlarımızga Allah ve Allah'ın Resulü razı bolduğan şekilde İslami bir aile muhiti barpa qilishga müyesser qilishini Cenab-ı Allah Subhanahu ve Ta'aladan tileymen. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.